Assalomu alaykum. Bugun biz avtomobil olamining eng shiddatli va texnologik brendlaridan biri bo'lgan Geely qo'yliq avtosalonidamiz. Agar siz avtomobil transport vositasi emas, balki qulaylik va xavfsizlik deb bilsangiz, bu video aynan siz uchun. Ko'pchilik Geely'ni shunchaki navbatdagi yangi Xitoy brendi deb o'ylashi mumkin, ammo adashasiz. 1986-yilda muzlatkich ishlab chiqarishdan boshlangan yo'l hozirda global gigant kompaniyaga aylandi. Nega Geely dunyoni hayratda qoldirdi? Birinchidan, Volvo kabi afsonaviy brendni sotib oldi va uning xavfsizlik texnologiyalarini o'zlashtirdi. Ikkinchidan, Lotus va Smart kompaniyalarining aksiyadori hisoblanadi. Bugungi kunda Geely Yevropa sifati va Osiyo innovatsiyalarining uyg'unligidir. Bizning avtosalonimizda siz nafaqat mashina xarid qilasiz, balki yuqori darajadagi servisga ham ega bo'lasiz. 6 yillik rasmiy kafolat, original ehtiyot qismlar hamda yuqori darajadagi mutaxassislar, bularning barchasi mijozlarning ko'ngli xotirjam bo'lishi uchun. Geely X5 Mi yangi avlod gibrid tizimidagi avtomobil hisoblanib, ham elektrda va benzinda juda ham kam yoqilg'i sarflaydi. Natijada siz rekord darajada kam yoqilg'i sarfi va 1000 kilometrdan ortiq umumiy masofani bosib o'tish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tejamkorlik va quvvat bitta mashinada. Keyingi modelimiz Geely X5. Bu to'liq elektrda harakatlanuvchi zamonaviy crossover. U o'zining minimalistik dizayni va energiya tejamkorligi bilan ajralib turadi. Bir quvvatlanishda 500 kilometrdan ortiq masofani bosib o'tishi esa shahar ichida sizni yoqilg'i quyish shoxobchalaridan butunlay ozod qiladi. Mana bu Geely Manjaro, haqiqiy flagman. 2 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan, to'liq prividda hamda Volvo kompaniyasi bilan hamkorlikda SMA platformasida yaratilgan. Bu mashina ham shahar, ham tog'li sharoitlar uchun ideal tanlov. Salondagi 3 ta monitor esa o'zingizni xuddi samolyot boshqarayotgandek his qilishingizga imkon beradi. Kelajak allaqachon shu yerda. Sizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Kelib ko'ring, test drive'da qatnashing hamda o'z Geely'ingizga ega bo'ling. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.